Xo'p, 47-masala. Bir kecha kunduzgi ovqat ratsionidagi oqsil va uglevod nisbati 1 ga 3,5. Yog'dan hosil bo'lgan energiya miqdori oqsil energiyasidan 345 kilokaloriya ko'p. Yog' miqdori oqsil va uglevod miqdoridan 6 marta kam. Demak, 6 marta kam. Mhm. Uglevod uglevoddan demak hosil bo'lgan energiya va yog'dan hosil bo'lgan energiyaning farqini topib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p. Demak, biz martakam va nisbatdan turib, demak bularni massalarini topib olishimiz, undan energiyasini topib olishimiz mumkin. Demak, bizda oqsil va uglevod va yog'. Oqsil demak, oqsil bilan uglevodni demak massa nisbati 1 ga 3,5 ekan. Yog'ni miqdori, ya'ni uni massasi oqsil va uglevod miqdoridan 6 marta kam degan. Bu degani, ya'ni bizda oqsilni massasi qancha edi? Nisbati 1 bergan. Uglevodnikini 3,5 bergan. Qo'shsak 4,5. Mana shu 4,5 dan 6 marta kam demoqchi yog'ni massasini nisbatda. 0,75 bo'ladi. Demak, bu 0,75. Demak, nisbat o'z-o'zidan nisbatdan turib, demak, topib olishimiz mumkin. Nisbat bu miqdorni ifodalovchi, ya'ni gramm massasini beruvchi. Yaxlit o'zi massa nisbatini bera olmaydi. Demak, buni 1, 3,5, 0,75 massa nisbatda oladigan bo'lsak, x. Xo'p, 1x, 3,5x, 0,75x. Demak, bu massa nisbatlari. Nisbatdan turib massaga o'tib oldik. Xo'p. Yog'dan hosil bo'lgan energiya miqdori oqsil energiyasidan 345 kilokaloriya ko'p. Demak, endi nima qilamiz? Bilamizki, 4,1 kilokaloriya energiya chiqadi. 4,1 kilokaloriya 9,3 kilokaloriya chiqadi 1 grammini parchalaganimizda. Demak, 4,1 ni ko'paytirsak 4,1x 4,1x 4,1 ni 3,5 ga ko'paytirganimizda necha bo'ladi? Hozir 4,1 ko'paygan demak 3,5. 14,35x 14,35x 9,3 ni ko'paytiramiz 0,75 ga 0,75 ga demak 6,975 6,975x. Demak, masala shartida aytayaptiki, yog'dan hosil bo'lgan energiya miqdori oqsil energiyasidan 345 kilokaloriya ko'p. Demak, ikkalasini tenglab olib turib, tenglama tuzib olsak bo'ladi. Ya'ni qanday? Ya'ni oqsilni massasi yog'ni massasidan, ya'ni energetik kilokaloriyasidan 345 kilokaloriya ko'p. Bu degani, agar oqsildan ajralgan energiyaga 345 kilokaloriyani qo'shsak, bu teng bo'ladi yog'ni kilokaloriyasiga, ya'ni 6,975x ga. Bundan x ni topib olishimiz mumkin. Ya'ni qanday topamiz? Ma'lum bir tarafda, noma'lumlar ikkinchi tarafga o'tkazamiz. Ya'ni 4,1x ni bu tarafga minus bo'lib o'tkazamiz. Demak, 6 plus ishorasi bor. Ayrilsa 6,975 dan 4,1 ayiramiz 4,1 ni. 2,875. Demak, 2,875 345 ni demak 2,875 ga bo'lamiz. 345 ni bo'lamiz 2,875 ga. 120. Demak, x'imiz 120 kelib chiqdi. Massa nisbati emas bu, demak massasi kelib chiqdi. Demak, oqsil massasi qancha bo'lgan ekan? 120 gramm bo'lgan ekan. Uglevod massasi qancha bo'lgan ekan? Ya'ni 3,5 ga ko'paytirib topib olishimiz mumkin. Bizdan nimani so'ragan?
uglevoddan hosil bo'lgan energiya bilan yog'dan hosil bo'lgan energiyani farqini top deyapti. Bizda energiyalar qani? Mana bu yerda uglevodniki, yog'niki mana bu yerda. Demak, farqini topish uchun, demak, 14,35 ni ko'paytiramiz 120 ga. 14,35 ni ko'paytiramiz 120 ga. Mana shu holatda ayriladi yog'niki. 6,975 ni ko'paytiramiz 120 ga. Mana shuni topib qo'yamiz. Topganimizda demak 885 chiqadi. Ajoyib.